Tez dukkullab urib ketdi. Do'stlar, endi buni yechib olamiz. Sizlar ham bundan o'ynashlaringiz uchun pastdagi selka orqali o'tasizlar. Bunga telefon qil. Men haqimda so'radiyapti. Aka, bu ishni men aralashtirmang. Kerak emas menga. Yo'q, qil, nima unaqa qilyapsan? Men so'ramoqchi edim, bir ikki narsalarni men orqamdan gapiryapti. Kimdirlarga senga ham gapirar ekan dedi. Bo'ldi Saturim. Men aytdim, men ko'tarmayman dedim. Aka, meni aralashtirmang dedim bu ishga. Yo'q, ko'tar, sen ham bunaqa bo'lib ketyapsan, unaqa bo'lyapsan dedi. Saturim telefonni ko'targanda ularni so'kkani yo'q. Bekor zapis qilinmabdi, boshqa telefonim edi. Zapis qilinganda qo'yardim. Saturni hech kim so'kkani yo'q. Muhiddin akam bunaqa degani yo'q. Telefonni aytildi. Men anaqaga bormoqchi emasman, Saturn aytdi. Men Tailandga bormoqchi emasman. Nima Toshkentga kelmayapsan? Kelmasa qilib aylanamiz dedim. Yo'q, Toshkentga borsam hozir zaybal qiladi akalarim dedi. Akalarim demadi, ular dedi. Zaybal qiladi dedi meni. Keyin hozir bitta video ko'rib qoldim. Kurantil Farruh qo'ygan. Bu videoda to'g'risi u narsa u aytgan gaplar umuman bo'lmagan. Umuman вообще ko'pirtirib bilmayman, o'zidan qo'shib yozgan. Da u yerda Farruh umuman aybi yo'q. Bu narsani men nima deydi, o'zim so'rab, o'zim mana qildim. Prosta Saturn telefon qilgan ekan Farruhga, ko'tara olmagan. Biz ovqatlanyotdik. Qaytib chiqqandan keyin qaytarib qildi, ko'tarmadi. Keyin biza meni tashlagani kelganda yana telefon qildi, o'zi telefon qildi. Anaqaga Farruhga shunda men aytdim, men yo'qman dedim. Prosta Muhiddin akamni sendan jahli chiqib yuribdi. Shuni aytgin desam, bitta aytdi, hamma narsa boshlandi dedi. So'kib, vallo battar to'g'risi u narsani men aytgim ham kelmayapti. Men o'zimning quloqlarimga ishonaman. O'zim eshitdim-da bu narsani, to'g'risi. Nima desam bo'ladi? Unga shuncha yaxshilik qildim, yonimda olib yurdim. Hamma qarshi chiqqanda ham yonida turdim. Men bu narsani minnat ham qilmayman, men bu narsalarga roziman. To'g'risi. Prosta meni nomimga yoki men tarafga aytilgan gapini men lishni o'zim eshitganim uchun shunaqangi jahlim chiqdi. O'zimni bosib tura olmadim, to'g'risi. Qanday? Sen hozir Farruh telefon qilib qachon kelasan deganda sen zaybal qiladi dedingmi? Demaysan o'sha bu meni qo'yor, Amirxonni ham qo'y. Muhiddin akani seni oldingida qanday interes qolmagan. Shu uchun odam bemalol ichidan zaybal deb gapirib o'raladi. Men senga aytyapman, kakanay. Mana Farruh ham eshitib turgan ekan o'sha. Men gapirmang, aka, men hech qachon. Lekin rulda kizakilim, roz aka. Rulda tentasirab yuraman. Har rulda o'zimga kelgan o'sha vaqtda telefon qildi. Men telefon qildimmi, sen telefon qildingmi? Sen telefon qilding, men ko'tardim, to'g'rimi? U gapimni ma'nosini shumol oldim. Birinchi telefon qildik, keyin men qilyapman-da. So'rayman, Muhiddin akam qayerda deyapman. Muhiddin akam qayerda dedim-da, keyin nimadir bo'ldi, men aytdim. Keyin o'zim sutni o'rgandim. Yo'q, yoningda kim bor so'rading. Yoningda kim bor dedi, Muhiddin akam demading. Muhiddin akam, buyoqqa, sen yonimga tur, buyoqqa tur. Oldimda bir o'g'aynim bordi, Muhiddin akam dedim. Hozir mana yoqda promo efirda yoqqanlaringdan keyin bu qarayapti-da, aytayapti. Deyapti. To'g'ri so'kinib yording, lekin deyapti, konkret bunaqa narsa bo'lgani yo'q deyapti. Konkret kim so'kkani yo'q. Sezdim ola. Men Muhiddin akam dedimmi? Shunday, Muhiddin akam dedi. Aka, Muhiddinni qanday bir marta aytganman. Parvizga o'rganimdan keyin shunaqa Parviz aka xafa bo'lgandan keyin men umuman mana shu narsaga qattiq ro'yxat Muhiddin akam dedim, qayerda dedim. Akam dedim. Akam degani yo'q, Muhiddin akam qayerda dedim. Balkim eshitilmagandir aka. Muhiddin akam qayerda dedim. Aka, to'xtab. To'xtang. Ayting. Qaysi biringiz isbotlab berishim kerak? İşte men isbotlash kerak. Yo'q, qaysi biringiz isbotlashim kerak? Sen menga og'ayning eshittir. Sen og'ayningni chaqiryapsan. Og'ayning menga sen gapirgan gapingni nima? Og'ayning orqali ishonadi deb o'ylayapsanmi? Aka, menga ukangiz bilan ishonasizmi aka? Men ishonmayman senga. Men qulog'imga ishonaman. Seni gapirgan gapingni men Farruhga telefon qildim. Farruh aytayapti, yonimda hech kim yo'q deyapti. Siz oldida turgan ekansiz. Sizlar nimani qidirgansizlar aka? Mendan nima? Aka, mayli, men sho'xlik qilib, yoshlik qilib so'kib qo'yibman, mayli aka. Keli davradan aka. Mana aytibdi, shu bola aytibdi, zo'may. Oddiy payti sho'ttayda har kuni yoningizda deyapti. Endi pul ko'payib, Navoiyga, o'tga, omadingni bersin. Mana oldim. Aka, $2000 ketadi, anaga $400 aka, $400 ham kistamda pulim yo'q edi aka. Ko'chada yurgan o'g'aylarim bilan. Men seni majburlamayman. Tavba qildim, uka, men to'g'risi, mana shuncha 5000 ta odam yomon bo'lsin. Aka, siz meni bilasiz. Siz meni 100% bilasiz. Aka, 3 kundan keyin o'ziga kelasizda meni eslaysiz.
Shu bola deydi. Men boshqalarga qaraganda sizga sodiqroqman aka. Men 100% javob beraman. Mayli, menga sodiq bo'lma. Meni oldimdan ket. Seni qanday sodiq aka, men siz yoningizga boraman. O'ldirib taylasam. Chunki aka, meni yonimga kelma uka. Men to'g'risi. Men sizni yaxshi ko'raman aka. Meni yaxshi ko'rma. Tepada o'g'il turibdi. Men onamni o'qitib tursan agar men xato gapirayotgan Muhiddin akamda kim gapirsa ham men siz bilan taraf bo'laman. To'g'ri, Zaybalda ana qilib qo'ydim, lekin borki, muammolar ko'payib ketgandan keyin rolda edim, gapirib qo'ydim aka. Urib qo'yadi, tavba qil, Xudoni qo'shma, unaqa Xudo urib qo'yadi seni gapingni. Aka, men rolda vaqtim aka so'kinib qo'ydim. Aka, rolda vaqtim Zaybal degan so'zim men ma'nosini bilmay qo'ydim. Menga erta o'qima. Erta o'qiyotganim men dangal aytyapman aka. Olib bordimda dalada trenirovka qilib keldim bugun. Tavba qildim, Xudoni bir bergan omadi bilan yutding. Sen o'zing yo'ling meni oldimga qarang, qanday emsiz? Men aka, menga kim qaraydi? Kim qaraydi aka? Shu umuman harom narsa kerak emas dedim. Sen nima o'zingcha ikkita bo'y yutib, mana bu yerda haromni hammaga anaqa qilib yuribsanmi? Aytsan. Men senga aytdim, "O, haromni qilmagin" desam nima deding? Men bitta senga emas, haromni reklama qilyapsanmi? Mana shunaqa ishing orqaga ketaveradi. Turimda 125 millionlik problemasi bor. Men bergan 35 milliondan yordam bermagan. Hozir problemasini reshat qilish uchun mana reklamalar qo'yyapti. Ha, men olib beraman, ha, men yordam beraman. No, u Saturn kelar ekan dedi, akam shunaqa dedilar. Bolalarga qarab anaqa tegmasin короче dedi. Chunki bolalar yomon ko'rardi uni. Qani dedim, men sinayman dedim. Nima qilar ekan? Chaqirdimda ishir dedim, sharik dedim. O'zi unaqa odatim yo'q. Просто sinovdan o'tkazish uchun. Xudo xolib. Chiqursin, bolani ko'rib. Ishirdi. O'rtamizda bo'lgan muammo, aka men kechiradi. Men akamni yaxshi ko'raman. Oldiga boraman, ko'ksimdan aytarmaydi.